Assalomu alaykum. Akalar, mana mashxonani hozir natijani tortamiz. Ko'pchilik beradigan savol aka, mana to'sin tagidan nima qilaylik? To'sin xolos bizniki, to'sin ustidan axlat tushadi, chichqon tushadi, bu nima qilaylik to'sin tagidan deydi. To'sin tagidan mana oddiy o'zimiz patoloshniy mana to'singa mixlangan, mana to'singa mixlangan, devori qumshuvoq. G'ishtdan keyin qumshuvoq qilinsa bo'ldi. U abdelkasi patologiyadan keyin bo'laveradi. Mana shu holat. Xonani razmeri 7,5 ga 3,5. Ko'rib qilinmagan, tekis tortiladi. Bitgan holatini ham xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Akalar, mana xonamiz bitdi. 720 ga 3,5 dan kattaroq. Hech qanaqa ko'rib bo'lmagan, 1 gram osilish yo'q. Mana shu holatda bo'ladi. Nimadan? To'singa ashpatili qoqilgan holati. Atrofini 40 sm ko'rib qilish shart emas akalar. O'z devordan devorga idealni chiqadi. Mana ko'rib turganlaringiz.